Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda Xudo xolasa Umra safari haqida gaplashamiz. Necha kun bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, qanaqa ziyoratlar bo'ladi, qanaqa taomlar beriladi, hammasini batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, komfort paketimiz bor. 11 ta joy qolgan. Juda ham Xudo xolasa chegirmali, yaxshi narxlarda. Menimcha hammalaringga qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, Umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Bu standart paketimizni aytyapman. Komfort paket bilan standart paketning farqlarini aytib o'tib ketdim. 3 kun Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Xudo xolasa. Makkada 11 kun davomida 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimiz o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi, yaxshi chiroyli ovqatlar bilan ta'minlashadi. Gostinitsa oraliq masofasi Madinada 200-300 metr atrofida bo'ladi, standart plus paketimizda. Makkada Xudo xolasa 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. 4 yulduzli mehmonxonalarimiz bo'ladi, sharoitlari yaxshi sharoitlar bo'ladi Xudo xolasa. Chiroyli yaxshi ibodatlar qilib kelasizlar. 14 kun mobaynida birgalikda 50 bosh mutaxassis 50 boshlarimiz sizlar bilan birgalikda ziyorat, sayohat, ibodatlar barchasini birgalikda qilishadi. Bilmaganlaringni Xudo xolasa o'rgatishadi, yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Litsenziyamiz N0014. Xohlasalaring MyGovdan tekshirib olsalaringdan bo'ladi. O'zlaring ishonch uchun xohlasalaring Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor. Kelib, ko'rib, tanishsalaringdan bo'ladi. Xo'p, komfort paketimiz 13-yanvar kuni 11 ta joyimiz qolgan faqat. Ko'p odam ola olmaymiz. Joylar soni chegaralangan. 11 ta odam bilan o'zi to'lib qoladi, to'g'risi. Ko'pchilik hali kutayotgan paket bu, chunki Madinada 3 mahal ovqat beriladi 3 kun davomida. Makkada ham shu 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada Gostinitsa oraliq masofasi 100 metr 200 metr atrofida bo'ladi. Uzog'i shu 100 metr 200 metrgacha bo'ladi. Juda ham yaqin bo'ladi. Makkada 800 metr bilan 1 kilometr atrofida bo'ladi. Standart plus paketga nisbatan yaqinroq bo'ladi. Mutaxassis 50 boshimiz chetdan, Xudo xolasa, Farg'ona Jidda uchasizlar. Birgalikda uchadilar Farg'ona Jidda. 14 kun sizlar bilan birgalikda ibodatlar, ziyoratlar hammasini qilishadi birgalikda. Birga sizlar bilan qaytib keladilar, Xudo xolasa. Xo'p, standart plus paketimiz 1025 dollardan belgilandi. Komfort paketimiz 1050 dollardan belgilandi. O'zi komfort paketimiz 1100 dollar deb belgilangandi. Hozir 50 dollar tushdi. Juda ham bu foydali ko'pchilikga, chunki 50 dollardan 10 kishi bo'ladigan bo'lsa, 500 dollar yonlaringga qoladi. Kelganlaringda o'sha bir kamiko'stlaringga ishlatasizlar, Xudo xolasa. Bitta to'lov evasiga mana standart plus paketimiz 1025 dollar. 10-yanvardan 20-yanvargacha bo'lgan paketimiz. Standart plus paketimiz. Komfort paketimiz 1050 dollar. Faqat bir kun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 13-yanvar kuni Xudo xolasa uchasizlar. Endi firmamiz tomonidan beriladigan sovg'alar, bitta to'lov evasiga beriladigan sovg'alar bejik beriladi, so'mka beriladi, bunday va kanzilchasi bor orqasida, kanzilcha, so'mka hammasi beriladi. Bitta to'lov evasiga qaytib kelayotganda Xudo xolasa eko paketimizda ham 5 litr zamzam suv har bitta ziyoratchimizga Xudo xolasa beriladi. Bemalol ekranda nomerlar aloqa qilsalaring, Xudo xolasa operatorlarimiz joylarini band qilib berishadi. Ekranda nomerga aloqa qilsalaring, bank shot raqam tashlab berishadi operatorlarimiz. Telegramdan aloqa qilsalaring, eng yaqin bankka borib to'lov qilib berasizlar. Agar Farg'ona, Marg'ilonda yaqinroqda yashaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy kassa bor, kelib o'zbek so'mida bemalol to'lov qilsalaring bo'ladi, chek berishadi. Vizalarni chiqarib berishadi, joylarni bron qilib berishadi, bemalol bizni Central Holdings firma bilan birgalikda ibodat qilib kelsalaring bo'ladi. Menimcha hamma ma'lumotlarni berdik deb o'ylaymiz. Mabodo kamiko'z bo'ladigan bo'lsa, kommentar fikrlarni yozib ketinglar. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qarindosh urug' tanish bilishlarni tashlab qo'yinglar. Manfaatli, foydali bo'ladi, chunki standart plus paketimizni 1050 dollar chiqarilyapti. 10-yanvardan 20-yanvargacha 1025 dollardan belgilandi. Komfort paketimiz 1050 dollardan 50 dollardan arzoniga belgilandi. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Har bitta umraga bormoqchi bo'lgan mana shu bizni ko'rib turgan obunachilarimiz har bittalariga nasib qilsin, ota-onalarini, yaqinlarini, oila a'zolarini birgalikda olib borib ziyorat, ibodatlar qilib kelishlik nasib qilsin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, sog' bo'linglar.